Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi obyektimizni nihoyasiga yetdi. Bu yerda biz setga suriladigan setga qo'yib berdik. Orasiga mikroklimatimizni ham o'rnatdik mana. Hozir havo bulut bo'lgan hisobiga mikroklimatlarimiz uncha yaxshi sevayotgan ko'rinmayapti. Lekin hammasi xohlasa ideal bo'lib chiqdi. Mijozimizga ham qilgan ishimiz yoqdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Gazollarimizni quyoshdan saqlash uchun hamma zonaga suriladigan setkalarimizni o'rnatdik. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bizni pastdagi raqamga murojaat qilsanglar, sizlarga ham chiroyli qilib beramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Shu videomizni yaqin do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Hammaga rahmat.